Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun ma'ruzamiz operatsion tizimning turlari haqida. Demak, bu ma'ruzamizda operatsion tizimning turlari, operatsion tizim strukturasi, hisoblash tizimi asosiy resurslarni boshqarish algoritmlari, loyihalashda foydalaniladigan usullar, xususiyatlari, qo'llash sohalari va apparat platformalari va boshqa sinflarini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi rejamiz bu operatsion tizimning turlari. Demak, operatsion tizimning asosiy quyidagi turlari mavjud. Single tasking operatsion sistem, ya'ni bir vazifali operatsion tizim. Multitasking bu ko'p vazifali operatsion tizim. Single user bir foydalanuvchi operatsion tizim. Multi user demak ko'p foydalanuvchi operatsion tizim. Demak, taqsimlangan operatsion tizimimiz, embedded o'rnatilgan operatsion tizimimiz, real time bu real vaqt operatsion tizimlari turlari mavjud. Demak, single tasking operatsion tizimi, ya'ni bir vazifali operatsion tizim deganimizda biza kompyuterda biror bir vazifani yoki bo'lmasa biror bir dasturni ishga tushirib qo'yish bu bir vazifali operatsion tizim hisoblanadi. Ya'ni faqatgina birgina vazifani bajarsa, birgina vazifani yoki birgina dastur ishlab tursa, bu bir vazifali operatsion tizim hisoblanadi. Ya'ni oddiy bir nima bilan tushuntiradigan bo'lsak, oldingi operatsion tizimlarimizni bunga misol qilib keltirsak bo'ladi. Ya'ni jarayon davomida faqatgina birgina vazifa, birgina amal yoki bo'lmasa bitta dastur ishlashi bu bir vazifali operatsion tizim hisoblanadi. Multitasking operatsion tizimi, ya'ni ko'p vazifali operatsion tizim bu biza biror bir vazifaga qo'shimcha ravishda boshqa bir vazifani ham bajarsa, ya'ni yoki biror bir dasturga qo'shimcha yana bir yoki bir nechta dasturlarni ishga tushirilishi bu ko'p vazifali operatsion tizimni bildiradi. Demak, bunda kompyuterimiz bir vazifa bilan emas, balki shu vaqtni o'zida bir nechta vazifa bilan, bir nechta dastur bilan ishlashga mas'ul bo'ladi. Endi bunga misol sifatida hozirgi paytdagi zamonaviy operatsion tizimlarimizni misol qilib keltirishimiz mumkin. Oddiy bir yana mukammalroq tarzda tushuntiradigan bo'lsak, oddiygina Windows operatsion sistemamizni misol qilishimiz mumkin. Ya'ni bunda bir vaqtni o'zida biror bir faylni internetdan skachat qilib qo'yishingiz, printerga pechatga yuborib qo'yishingiz, bir paytni o'zida musiqa qo'yib qo'yishingiz, bir paytni o'zida yoki bo'lmasa, demak, Word matn muharririda ma'lumotlarni yozib o'tirishingiz mumkin. Demak, bu ko'p vazifali operatsion tizimga misol bo'ladi. Bir foydalanuvchilar operatsion tizimlar, ya'ni bu operatsion tizimda bir vaqtning o'zida bir foydalanuvchini foydalanishi, ya'ni foydalana olish qobiliyati bu bir foydalanuvchi single user operatsion tizimni bildiradi. Demak, bunga misol sifatida biz o'zimiz ishlatib o'tirgan kompyuterimizni keltirishimiz mumkin. Ya'ni oldimizdagi kompyuterimizdagi operatsion tizimimiz, ya'ni kompyuterimizdan bir vaqtni o'zida bitta foydalanuvchi, ya'ni o'zimiz foydalanishimizni keltirishimiz mumkin. Multi user, ya'ni ko'p foydalanuvchilar operatsion tizim. Bunda bir vaqtning o'zida bir nechta foydalanuvchi bitta operatsion tizimdan foydalana olish qobiliyatiga multi user operatsion sistemasi, ya'ni ko'p foydalanuvchi operatsion tizim deb aytiladi. Demak, bunga misol sifatida masalan bitta kompyuterga bir nechta klaviaturani ulab ishlatishimiz yoki bo'lmasa bir nechta monitorni qo'shib qo'yishimiz demak mumkin bo'ladi. Bunda vazifalar, resurslarni kompyuterimiz to'g'ri taqsimlay, ularni ishlashini ta'minlay oladi. Demak, bir vaqtni o'zida bir nechta foydalanuvchi bitta kompyuterdan foydalanish olish qobiliyati, demak, bu multi user, ya'ni ko'p foydalanuvchi operatsion tizim hisoblanadi. Taqsimlangan distribut operatsion tizimi bu operatsion tizimlar asosan katta hisoblash ishlarini
bajarishga mo'ljallangan deb tushuntirsak bo'ladi. Demak, server superkompyuterlarda, data sentrlarda o'rnatiladi. Operatsion tizimlarda bir nechta protsessor, bir nechta xotira, bir nechta operativ bittada boshqarishga o'rnatilgan bo'ladi. Masalan, misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, katta laboratoriya xonalar, data sentrlarimizda birorta programmistlar bitta masalani yechishda, demak, birgalikda, ya'ni ishlashlari mumkin bo'ladi. Demak, bu taqsimlangan operatsion tizim. Ular har birisi o'zini kompyuterida o'tirib turib, dasturlashni, ishlarni amalga oshiriladi, lekin natija bitta joyda bir vaqtni o'zida yig'ilib turib, обработка, ya'ni uni tahlil qilsa bo'ladi. Demak, masalan, hozir biz ishlaydigan bo'lsak, har kim o'zini alohida kompyuterida amallarni bajaradi. Keyin uni, demak, bitta kompyuterga yig'ib, fleshkada olib keladimi yoki bo'lmasa, nimadan Telegramdan tashiydimi yoki boshqa usullar bilan yig'ishimiz mumkin bo'ladi. Demak, misol sifatida bu operatsion tizimlarga Solaris Linux operatsion tizimini keltirishimiz mumkin bo'ladi. O'rnatilgan operatsion tizimlar bu qurilma zavodda ishlab chiqarilgan davrda o'rnatilgan operatsion tizim deb aytiladi. Demak, Android, iOS va boshqa operatsion tizimlarimiz bu o'rnatilgan tizimga misol bo'ladi. Demak, bulardan tashqari hayotimizda ishlatadigan oddiy uydagi mikrovolnovka pechlarimizni ham keltirishimiz mumkin, mashinalarni keltirishimiz mumkin va hokazo misollar bilan ishimiz mumkin. Real vaqt operatsion tizimlari bular odatiy operatsion tizimlardan farq qiladi, ya'ni real time operatsion tizimi vazifa kelgan vaqtda vazifani aniq vaqtda, aniq belgilangan chegarada bajarib beruvchi operatsion tizimlar hisoblanadi. Bu real vaqt operatsion tizimlari ayniqsa samolyot, kosmoslarda misol sifatida qo'llashimiz mumkin. Operatsion tizimning asosiy tashkil etuvchilari bu yadrosi, keltirib chiqarish tizimi, komanda protsessori, fayl tizimidan iborat. Yadro masalalar va resurslarni boshqarish, sinxronlashtirish va o'zaro bog'lanish bo'yicha asos funksiyalarni ta'minlab beradi. Komanda protsessori bu komandalarni qabul qilish, ularga ishlov berish, foydalanuvchi talabi bo'yicha mos xizmatlarni chiqarishni ta'minlab beradi. Kiritish chiqarish tizimi esa bu tashqi qurilmalar bilan ma'lumotlarni kiritish va chiqarish masalalarini ta'minlasa, fayl tizimi fayl va kataloglar bilan ishlash uchun keng xizmat imkoniyatlarini yaratib beradi. Demak, operatsion tizimimizni funksiyalari mavjud. Bu funksiyalarimiz, demak, foydalanuvchi tomonidan buyruq va vazifalarni qabul qilish, ularni qayta ishlash, so'rov dasturini qabul qilish va bajarish kerak bo'lgan vaqtda boshqa dasturlarni bajarish yoki to'xtatish, bajarishga mo'ljallangan dasturlarni operativ xotiraga yuklash, dasturlarni utilizatsiya qilish, dasturlarni identifikatsiya qilish, ma'lumotlar bazalarining fayllarni boshqarish tizimini ishlashini va ta'minlab berish, multidasturlashishni ta'minlab berish. Demak, barcha kiritish chiqarish operatsiyalarini boshqarish, tashkillashtirishni ta'minlash. Real vaqt davomida vaqtni cheklashi bilan aniq va qattiq ishlash funksiyalari. Xotirani taqsimlash bilan birgalikda virtual xotirani tashkil qilish. Demak, doimiy xotirani taqsimlash funksiyalari ham mavjud. Vazifa bo'yicha rejalashtirish, nazorat qilishni ta'minlash, bir vaqt mobaynida bajarib turgan dastur orasida ma'lumotlar va xabarlarni almashishini ta'minlab berish, bir dasturni boshqa dastur ta'siridan himoyalash, bir vaqtda tizim ishdan chiqish vaziyatlari uchun xizmatlarni ta'minlash va dastur tizimining ishlashi va ta'minlashini kabi funksiyalarni operatsion tizim tomonidan bajariladi. Demak, endi operatsion tizimni yanada
tushunarli holatda diagrammasini keltirganmiz guruhlarga ajrashishda. Demak, operatsion tizim masalalarni qayta ishlash rejimi bo'yicha bir dasturli, ko'p dasturli, operatsion tizim o'zaro bog'lanishi bo'yicha bir foydalanuvchi, ko'p foydalanuvchi, vazifasi bo'yicha shaxsiy kompyuterlar, katta YHMlar, mikrokompyuterlar uchun, mini kompyuterlar uchun operatsion tizimlar, mainframelar uchun va smart kartalar uchun operatsion tizimlar mavjud. Operatsion tizimi tayinlanishi bo'yicha maxsus va umumiy. Demak, operatsion tizim tayinlanishi bo'yicha umumiy operatsion tizim bu hammamiz biladigan operatsion tizimda bo'ladigan bo'lsa, bu maxsus operatsion tizimlar biror bir maqsad asosida maxsus korxona tashkilot bo'lishi mumkin. O'sha ishlab chiqilgan operatsion tizimlar. Operatsion tizimning tuzilishiga ko'ra monolit, klient server, ko'p sathli mikroyadro tuzilishiga ega. Monolit deganimiz bu strukturasiz degan ma'noni bildiradi, ya'ni struktura bo'lmaydi. Bir-birini chaqirishi mumkin bo'lgan proseduralardan iborat bo'ladi faqat. Demak, bunga misol sifatida Unix operatsion tizimining ilk versiyalarini keltirishimiz mumkin. Monolit operatsion tizimni strukturalashtirishni prezentatsiyada keltirilgan. Demak, operatsion tizim moduli, apparatura, ilovadan tizim interfeysiga, ya'ni interfeysga, ko'rinishga o'tish tizimi tashkiliy strukturalashtirish shunday ko'rinishga ega. Ko'p sathli bu sathlardan tashkil topgan bo'ladi. Demak, har bir sathdan berilgan zaproslar asosida aylanib, demak, bajarilish jarayoni operatsion tizim ishini amallarni bajarib beradi. Klient server strukturasi, apparat, mikroyadro, ilova, demak, zapros so'rov keldi. Demak, ilova bo'yicha javob. Demak, jarayonlar serveri, fayl server, print server, tarmoq serveri. Demak, mana bulardan tarmoqqa so'rov, foydalanuvchi rejimi va bu qismi yadro rejimi hisoblanadi. Asosiy operatsion tizimning turlari mana shu turlardan iborat. Demak, operatsion tizimimiz biz turlarini keyingi darslarimizda har bir jarayon nuqtai nazaridan ishlash prinsiplarini ham bir chiqamiz. O'rnatilgan real vaqt operatsion tizimlari, taqsimlangan operatsion tizimlarimiz keyingi darslarimizda alohida ko'rib chiqiladi.